Qishlog'imizda bir noma'lum shaxs o'zini men deb tanishtirdi, ya'ni Murod King deb, va qishloqlarga ozor berishni boshladi. Voy, kechasi kim shovqin chiqaryapti, la'nati. Tashqariga chiqib ko'raylikchi. Menimcha qishloqlar. Salom qishloqlar, kechasi mening uyimning yonida nimani maslahat qilyapsizlar? Hech narsani maslahat qilganimiz yo'q, shunchaki kechasi sayr qilib o'tiramiz. Nima? Sayr qilib o'tiribsizlar? Boringlar, boshqa yerda sayr qilinglar. Mening uyimning yonida uyqumni buzmanglar. Voy, uxlayman. Xullas, hamma rozimi? Ha, rozi. Ertaga ertalab hamma polizini yoniga kelsin. Voy, tong ham otibdi, la'nati. Xo'p, endi biz sabzlarni olishimiz kerak, lekin matiga sinib qolibdi. Mayli, qo'lda qilsa hech narsa qilmaydi. Savdogar kelibdi qishlog'imizga. Yo'q, qishloqlar, bu yerda nima qilyapsizlar? Sen nima qilyapsan polizimni oldida? Bu polizi endi bizniki. Nima sababdan sizlarniki bo'lib qoldi? Qoch, men sabzimni olishim kerak. Qochmaymiz, chunki sen bizning polizimizni rasvosini chiqargansan. Men qachon bu sabzilaringni, kartoshkalaringni qachon men rasvo qildim? Kechasi boshqa kiyimda kelib, bizning narsalarimizni buzib tashlading-ku, eslay olmayapsan endi. Qilar ishni qilib olib. Yana kiyimingni almashtirib kelibsan. Men hech qanaqa kiyimimni almashtirganim yo'q. Xo'p, kechadan beri shu kiyimda yuribman. Bizning qulog'imizga lag'mon olma, seni ustingdan berga shikoyat qilamiz, seni qishloqdan haydab yuboramiz. Haydab yuboramiz. Hozir o'zim sizlarning ustidan shikoyat qilaman merga. Qoch, yerimdan qoch. Xo'p, tezroq. Janob mer, bu yoqqa qarang. Asta sekinroq, nima deysan? Nega qishloqlar meni uydan haydashmoqchi bo'lyapti, lekin men hech narsa qilmasam? Kechasi boshqa kiyimda kelib, hammaning polizlarini rasvosini chiqaribsan-ku. Men hech qanaqa kiyim almashtirganim yo'q va hech kimning polizini rasvosini ham chiqarganim yo'q. Seni haydashga men ruxsat berdim. Qani yo'qol bu yerda, tezda. Sizlar, mening ahvolim juda ham yomon. Meni urib, qishloqdan haydashdi. Kamida 5-6 ta qishloqqa meni urishdi. Yo'q, hamma yerim og'riyapti. Yo'q, bu yerda g'or bor ekan. Endi nima qilaman? Qanday qilib o'taman? O'zimga bir loydan bo'lsa ham uy qurishim kerak. La'nati, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Murod King bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.